salomatlikka intilar ekanmiz, to'g'ri nafas olishni o'rganishimiz shart. Nafas gimnastikasi aynan shuning uchun xizmat qiladi. Nafas olish hayot uchun juda zarur. Ovqatlanmasdan bir necha hafta, suv ichmasdan bir necha kun yashash mumkin. Lekin nafas olmasdan bir necha minut ham yashab bo'lmaydi. Insonning salomatligi o'pka tiriklik sig'imiga bog'liq ekani isbotlangan. O'pka tiriklik sig'imi 80% dan kamaysa, tananing kislorodga bo'lgan ehtiyoji qondirilmaganligidan turli xil kasalliklar kelib chiqadi. Nafas masklaridan ko'krak qafasi va diafragma mushaklari kuchayishi natijasida o'pkaning tiriklik sig'imi oshadi. Nafas gimnastikasi o'pka nafas yo'llari, yurak qon tomirlar, ovqat hazm qilish, mushak tayanch, markaziy asab tizimlari uchun juda foydali hisoblanadi. Xulosa qilib, shifokor sifatida o'zbek jang san'ati asoschisi ustozimiz Po'lat Usmonov ishlab chiqqan nafas olish mashqlarini COVID o'tkazgan va nafas yo'llarida surunkali kasalligi bor bemorlarga ham tavsiya qilaman.